Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi davom qilmoqda. Türkiye'nin İstanbul şehrida davomlashayotgan Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining 11-ci navbatligi va Sharq Turkiston Milliy birlik shurosining 2-ci qitimligi jo'shqin kayfiyat ichida davom qilmoqda. Tunigun 15-iyul tushdan keyingi yig'inda Sharq Turkiston Ulamolar birligining Avstraliya vakili Ustoz Abdusalom Qarajim, Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Ustoz Sirajiddin Azizi va Sharq Turkiston Ulamolar birligidan Ustoz Habibullah Ko'sani o'zgarayotgan Xitoy islom dunyosi munosabatlari va Sharq Turkiston masalasi temasida so'z qildi. Ustoz Abdusalom Qarajim so'zida Sharq Turkiston davosida bizni boshqalar qo'llasin yoki qo'llamasin, da'vo yo'lida tavranmay olg'a besishimiz zarur deganlarni ta'kidladi. Ustoz Sirajiddin Azizi Sharq Turkiston masalasini islom dunyosidagi xalqlarga tunishtirishni kuchaytirishning intayin zarurligini, biroq yordamni Allohdan kutish bilan birga amaliy harakatimizni kuchaytirishimiz kerak deganlarni ta'kidladi. Ustoz Habibullah Ko'sani so'zida Sharq Turkiston masalasini maxsus islom dunyosiga tunishtirish guruhi tashkillab, Sharq Turkiston masalasini islom dunyosidagi ijtimoiy tashkilotlar va xalqlarga sistemalik tunishtirishni kuchaytirish taklifini berdi. Yig'in yana Sharq Turkiston Nuzgum Kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim Nuzgum jamiyatining xizmatlarini xulosalash asosida Sharq Turkiston da'vosi mazgilida har bir oila farzandlarimizning ona til tarbiyasiga ahamiyat berish taklifini berdi. Jamoat arbobi Abduqodir Yapjon so'z qilib, Xitoyga qarshi turishdagi ochqishliq masalalarni atrofliq yoritib berdi. Yig'in bugun 16-iyul 3-kuniga qadam qo'ydi. Doktor Abduxoliq Uyg'ur va Mirkamil Qashqari xalqda tashkillanish, harakat tushunchasi va tashkilotchilik ruhining kuchlantirilishi haqida. Keyin doktor Erkin Akram o'zgarayotgan dunyo vaziyatida Sharq Turkiston masalasining strategik yo'l xaritasining belgilanishi haqida. Doktor Umarqul Xitoy-Turkiya munosabatlari va Sharq Turkiston masalasining hal choralari haqida so'z qildi. Yig'in qizg'in kayfiyat ichida davom qilmoqda. Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasidan qattiq andisha qilyapmiz dedi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Payin Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasidan, jumladan Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligidan qattiq andisha qilayotganligini bildirdi. Uning 15-iyul Avstraliya taratqullariga oshkorlashicha, Avstraliya o'zining qo'sh davlat tavalligidagi fuqarolarga va ularning oila tabiatlariga konsul yordami berishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy rad qilgan. Payin bu so'zlarni Avstraliya davlatlik radiosining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlagan. U 1 milliondan ortiq Uyg'urning tutqun qilinganligi haqidagi bir savolga javob berib, Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatidan, jumladan tutib turish o'rinlaridan qattiq andisha qilyapmiz degan. Marisa Payin bu so'zlarni Avstraliya ABC televiziya kanali Uyg'urlar haqida maxsus programma ishlab, Avstraliyadagi Uyg'urlarning Xitoy yig'ib olish lagerlarida g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarini va yig'ib olish lagerlaridagi tutqunlarning Xitoy korxonalarida majburiy emgakka selinayotganligini oshkorlagan mazgilda qildi. ABC'ning programmasida Avstraliyadagi Gulnur ismli bir Uyg'ur ayolning atalmish Xinjiang tibbiy universiteti doktorxonasida sestralik qildigan 38 yoshli Hadisi Dilnurning 2017-yili yo'ldoshi bilan tang tutqun qilinib, Urumchining Meydong rayonidagi Shingshi Huaer madaniyat texnologiya shirkati nomli bir to'qimachilik korxonasida majburiy emgakka selinayotganligini oshkorlagan. Gulnurning bildirishicha, uning hadisi bu yil 5-oyda lagerdan Meydong rayonidagi to'qimachilik korxonasida ishlashga yo'tkab opirilgan. Doirlar uning haftada faqat bir qitim oilasiga qaytib, bolalarini va ota-onasini ko'rishiga ruxsat qildi ekan. Dilnur 6-oyda Melbourne'dagi singlisi bilan Undidorda ko'rishganda bir parcha qog'ozga xat yozib, agar men bu yerdan chiqib ketolmasam, mening ahvolimni xalqaro jamoatga va hukumatlarga oshkorlang degan. Dilnurning bildirishicha, uning yo'ldoshining hozirgacha hech qanday izdiriki yo'q ekan. Avstraliyadagi Uyg'urlarning Xitoydagi oila a'zolarining taqdiri Avstraliya taratqullarining izchil diqqatini qo'zg'ab, hukumatni buningga jiddiy ko'ngil bilishga chaqirib kelgan edi. Marisa Payin Avstraliya davlatlik radiosi qilgan so'z yana, biz yuqorqi andishimizni Xitoyga qarallik yetkazib turyapmiz.
Jumladan men o'tgan yilgi ziyoratimda bevosita o'ttirg'a qo'ydim degan. Hong Kong muxbirlari birlashib namoyish o'tkazdi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Hong Kongning axborot sohasidagi xodimlar tunugun soqchilarning zo'ravonligiga qarshi namoyish qilgan. Yaqinqi bir oy ichida yuz bergan tutqunlarni Xitoyga qaytarish qonuniga qarshi namoyish jarayonida soqchilar muxbirlarga zo'ravonlik ishlatgan bo'lib, ularni tillab haqoratlagan, majburiy qo'g'lib o'tgan. Hatto bir qism muxbirlarni urib yarlandirgan. Hong Kong muxbirlar uyushmasi, Hong Kong fotografchilar birlashmasi qatorliq 7 tashkilotdan tashkillangan namoyishchilar tunugun Hong Kong ko'chalarida yurish o'tkazib, axborot erkinligini qo'g'dash haqida namoyish qildi. 7 tashkilotdan tashkillangan axborotchilar bundan bir kun burun bayonot e'lon qilib, tutqunlarni Xitoyga qaytarish qonunining xalq ichidagi ziddiyatni kuchaytirib o'tganligini, bundan burungi namoyish jarayonida soqchilarning muxbirlarga zo'ravonlik kuchi ishlatganligini, muxbirlarning hayotining xavfga uchraganligini, Lin Yuening saylan vaqtidagi va'dasiga amal qilib, axborot erkinligiga kafolatlik qilishi kerakligini bildirdi. Xabarda ko'rsatilishicha, garchi Hong Kong doiralari tutqunlarni Xitoyga qaytarish qonun loyihasini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga qarshi namoyishlar hozirgacha besiqmagan. Xitoyning har qaysi davlatlarga bergan qarz sommasini yushirib kelganligi oshkorlandi. CNBC to'rining 13-iyul e'lon qilgan dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlardagi qarzining yarmi maxfiy holda berilib kelgan. Mutaxassislar tadqiqot natijalariga asosan Xitoyning yaqinqi 20 yil ichidagi boshqa davlatlarga bergan qarzining yarmini Dunyo bankisi, Xalqaro pul muomala fondi qatorliq xalqaro organlardan maxfiy tutganligini ko'rsatgan. 2000-yildan 2017-yilgacha bo'lgan vaqt ichida Xitoyning har qaysi davlatlarga bergan qarzi 500 milliard dollardan 5 trillion dollarga yetib, 10 hassa qatlangan. Xitoydan qarz olgan 50 davlatning qarz sommasi 2017-yilga kelganda ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 15%ni egallagan. Buning natijasida ko'plagan taraqqiy qilayotgan davlatlar bara-bara Xitoyga beqinib qilishga boshlagan. Doklad yana Xitoyning qarz berganda muddatini Dunyo bankisi qatorliq tashkilotlarga qaraganda qisqa qiladiganligi, qarz olgan davlatlarning qanday shartlarga duch keladiganligini bilmaydiganligi tilga olingan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoydan qarz olgan davlatlar asosligi Afrika va O'rta Osiyo va Latin Amerikadagi davlatlar bo'lib, garchi Yevropa davlatlarining qarz sommasi oz bo'lsa-mu, ammo bara-bara ko'payishga boshlagan. Xitoyning digital gulagi ichida nomli hujjatli film yushurun suratga elingan. Sharq Turkistondagi yuqori texnikalik nazorat sistemasi va lagerlarga oid amaliyotlar to'xtamay oshkorlanmoqda. Maliya vaqti gazetining xabar qilishicha, yaqinda kod ismi Li bo'lgan bir film ishlaguvchi savdogar qiyofatida Sharq Turkistonga berib, rayondagi yuqori besimliq vaziyatni yushurun suratga olgandan keyin Xitoyning digital gulagi ichida mavzuliq bir hujjatli film ishlagan. Mazkur filmda 2017-yildan beri Sharq Turkistonda shakllangan lager va nazorat sistemalari haqida ma'lumotlar berilgan ekan. Uningda 2017-yildan beri Sharq Turkistonning har qatlam har sohasiga tava bo'lgan millionlarcha kishining g'oyib bo'lganligi, lagerga qamalmay qolgan Uyg'urlarning mu ishiklari oldiga o'rnatilgan sonliq ma'lumot kodi va sanoqsiz kameralar va tekshirish punktlari orqali qattiq kontrol qilinadiganligi, uylariga Xitoy kadr o'rinlashtirilganligi va har bir kishining normal diqqat qilishga tegishlik va xatarlik degan 3 xil kategoriyaga ayrilganligi bayon qilingan. Maliya vaqti gazetining xabarida ko'rsatilishicha, mazkur filmda mazkur lagerlarning qandaqdir kishilarni tarbiyalash va yetishtirish o'rinlari emas, balki ularning ruhini asta-asta o'ldirishni maqsad qilgan o'rinlar ekanligi bayon qilingan. 2019-yillik diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'ini Washingtonda boshlandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'rinlashtirgan 2019-yillik diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inining ochilish marosimi Washingtondagi Yahudiy qirg'inchilik muzeyining yig'in zalida 15-iyul tushdan burun 11:30 da boshlandi. Yig'inga 20 dak davlatdan kelgan, o'zlarining e'tiqodi sababli ig'ir bostirish va kamsitishga uchrayotgan millat va diniy jamoat vakillari, bostirishlardan saq qolgan shohidlar, Amerika Tashqi ishlar ministrligining munosabatlik amaldorlari, jurnalistlar bo'lib 100 ga yaqin vakillar va alohida mehmonlar qatnashdi. Ochilish marosimi xalqaro diniy erkinlik alohida elchisi Sam Brownback apandining mehmonlarni qarshi olish nutqi bilan boshlandi.
Sam Brownback diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inining ochilish marosimini biz bugun insoniyat tarixidagi eng vahshiy va ichinishli irqiy qirg'inchilikning xotira muzeyi bo'lgan Yahudiy qirg'inchiligi muzeyida boshladik. Biz bu alohida xotira muzeyida turib, insonlarning aqalli inson haqlari bo'lgan diniy haq-huquqlari qo'g'dalmaganda ularning yana qanday bostirish va qirg'inchiliklarga yuzlanishi mumkinligini eslatish bilan birga diniy e'tiqodi sababli bostirishga uchrayotgan xalqlarning vaziyatiga bo'lgan cho'nqur andishimizni ifodalaymiz. Shundaqla xalqlarga e'tiqodi sababli ziyonkashlik qilayotgan hukumatlarni ularga qaratgan bostirishni to'xtatish va barliq shaxslarning kishilik huquqiga bo'libmi diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilishga chaqiramiz dedi. Yig'inga Uyg'ur, Tibet, Falun Gong qatorliq Xitoy kommunist rejimi tarafidan bostirishga uchrayotgan jamoat vakillarimo sharaf mehmoni sifatida qatnashdi. Turmadagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhommo oldidagi raddan o'rin oldi. Javhar Ilhom bugun 16-iyul yig'inda ministrlar va vakillar oldida Uyg'urlarga vakolatan so'z qildi. Bildirilishicha 3 kun davom qildigan bu yig'inga Javhar Ilhomdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqunaysa va Dunyo Uyg'ur qurultiyi sobiq oliy rahbari Rabiya Qodir xonim qatorliqlarmo yig'inga ishtirok qildi ekan va munosib yig'in faoliyatlarida nutq so'zlaydi ekan. Uyg'ur masalasi Suzan Rais bilan Xitoyning Pokistondagi muavin bosh elchisi o'rtasida to'qinish paydo qildi. Uyg'ur masalasi Amerikaning sobiq davlat xavfsizlik maslahatchisi Suzan Rais bilan Xitoyning Pokistonda turishliq muavin bosh elchisi Zhao Lijian o'rtasida keskin so'z urushini keltirib chiqardi. So'z urushiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi turishliq 22 davlatning bosh elchilarining yaqinda yozgan Uyg'urlar haqidagi birlashma maktubi va Zhao Lijianning Twitterda uningga yozgan inkosi sabab bo'ldi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 15-iyul xabar qilishicha Suzan Rais Zhao Lijianning yozgan inkosini razil irqchilik deb tanqidlagan. O'tgan hafta Angliya, Yaponiya, Germaniya qatorliq g'arbdagi 22 davlatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi bosh elchilari Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletga birlashma maktub yozib, Xitoyning lagerlarni taqishini, Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishga xotima berishini, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishini talab qilgan. Bu maktub xalqaro taratqularda qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Orqadala Shimoliy Koreya, Saudiya Arabiston, Pokiston, Suriya, Rossiya qatorliq 37 istibdod davlat Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini qo'llaydiganligini e'lon qilgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining xabarida qayd qilinishicha, Zhao Lijian Twitterga yo'llagan 37 davlatning maktubini Amerika va G'arbning kochitiga bir shapaloq solganligi deb ta'riflagan. U inkosida Washingtonda oqlar hech qachon uning g'arbiy janubidagi rayonlarga o'tmaydiganligi, chunki u rayonlarda qarilar va latinlarning yashaydiganligi, Washingtonda qarilar kelsa oqlar ketadiganligi, qaritanlik oilalar ko'chib kirgan rayonlarda uy bahosi tushib ketadiganligini ilgari surgan. Suzan Rais yakshanba kuni Zhao Lijianning bu so'zini qattiq tanqidlab, "Sen bir razil irqchi, shundaqli cho'chitarlik darajada qaloq biri. Normal ahvolda bo'lgan bo'lsa, sen qarshi elinmaydigan odam deb e'lon qilingan bo'lading" degan. Suzan Rais yana Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Sui Tiankayga chaqiriq qilib, Zhao Lijianning chaqirtilib ketishi kerakligini bildirgan. Suzan Rais bilan Zhao Lijian o'rtasidagi so'z urushi Xitoy rejimi 2 milliondan ko'proq Uyg'ur va boshqa xalqlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'urlar umumyuzlik ta'qib ostiga elingan, ochiq-oshkora irqiy kamsitishga uchrayotgan mezgilda portlab, kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.